Shu bozorlikda o'sha qarindoshlar qilganda, to'g'rimi? Banan olish qanaqa ko'ngliga sig'di ularni. Feruz akamni peshonasidagi chandiqdan bilib olsanglar ham bo'ladi. Eshik tars deb urilib ochildi-da, direktor kirib kelyapti. "Nima qilyapsanlar?" Urishni boshladi. Urar ekansan, so'rab nima qilasan? Qulog'ingiz qizargan, yuzingiz qizargan, lekin xotirjamsiz. Sen Toshkentga ketib, u yoqda. Familiyasini eshitib, uydan ham ha deb uradi. Ana ahmoq xonadoshim novot choy ichib o'tiribdi. Siz qaltirayapsiz, ana do'yrachga bo'lar. O, zo'r o'ynagan. Men ahmoq faqat odamlar orasidan qidiribman-da. Qarangda, u katta snikersmi, kichkina snikersmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men juda ham tortinchoqman. Liftga doim yolg'iz chiqaman. Agar chiqqan paytimda kimdir kirib qolsa, etajni bosmasdan qaytib zinadan chiqib ketaman. Xijolat bo'laman. Zinadan chiqqam yaxshi-da, ikkinchi etajga. Men juda ham tortinchoqman. Magazinga bitta liposhka olgan kiraman. Hamma liposhkalar ikkitadan paketga solingan bo'ladi. Majbur ikkita olaman. Lekin bittaga pul to'layman. Men tortinchoqman, loq emasman. Men juda ham tortinchoqman. Jismoniy tarbiya darsida turnika tortinishda qiynalmasdim shuning uchun. Men juda ham tortinchoqman. Juda ko'p yig'inlardan och qorinda qaytaman. Bekor kelmaslik uchun ana bitta liposhkani yeb kelaman. Men juda ham tortinchoqman. Ba'zida yolg'on aytishga to'g'ri keladi. Bugun ham sartaroshimni aldadim. Suv issiq edi. Men juda ham tortinchoqman. Ishxonada maoshimni oshirishlarini so'rashga xijolat bo'lib, 6 ta qo'shimcha ishlayman. Sizlarda ham savol paydo bo'lgandir, bu yoqimsiz bachkana kim degan. Kimsiz aka rostdan? Hazillashdim. 6 ta ishlamayman. Men oxirgi 3-4 yilda sezilarli darajada vazn yig'dim. Qo'pol qilayotganda semirdim. Bu nima sababdan? Osmondan tushib qolgani yo'q. Hammasi shu noto'g'ri ovqatlanish, o'tirib ishlash, kam harakatlik. Lekin qishloqqa borganimda yaxshi sabab topib berishadi. Abbos semiribsan, ha? Toshkent yoqibdi-da. Ha? Bu bilan to'xtab qolmaydi lekin ular. Qara mana uylangandan keyin ham odam semirar ekanda. Ha. Sen Toshkentga ketib, u yoqda. Uylandim. Kimga? Toshkentga. Menga yoqadi-ku. Toshkentga qaytganimdan keyin doktorga ko'rinishga qaror qildim, chunki odam kasallik sababini semirib ketishi mumkin-da. Qo'rqdim. Bordim, analiz topshirdi-da, analiz topshirib, analizdan olib kelib doktorga bersam, doktor qarab turib, Toshkent yoqibdi senga dedi. Men Kasbida tug'ilganman. Kasbi tumani. Eshitganmisizlar?
Menimcha odamlar yoqtiradigan eng yaxshi tuman bo'lsa kerak. Mabodo O'zbekistonda so'rovnoma o'tkazilsa, birinchi o'rinni oladi. Chunki men boshqa odamlarda ko'rmadim-da. Biosiga Urgutim faxrim, Qorako'lim faxrim deb yozib qo'ygan. Men anketa to'ldirayotganimda o'shaning uchun kasbi degan joyiga One Love deb yozib qo'yaman. Qishlog'im nomi Pandiron, kasbida joylashgan Pandiron. Etimologiyasiga to'xtalamiz sizlar bilan. Bugun vaqtimiz bor-ku, to'g'rimi? Pandiron bu forscha, panch eron. 5 eronlik degan. Chunki 5 ta eronlik kelib o'sha yerda yashab, atrofida qishloq tashkil topgan. Bu haqida bizga tarix fanlarini chuqur o'rgangan mehnat fan o'qituvchimiz gapirib berardi. Paxta dalasida. Beshta eronlik bizga doim o'rgatilgan. Sizlarga ham aytib ketaman, 5 ta eronlik. Bular Alirizo Jahonbaxsh, Sardor Azmun, Arash, Alidai, Andi. O'sha mana shunaqa tarixim borligi uchun O'zbekiston bilan Eron o'rtasidagi futbol uchrashuvlarida men o'zimni boshqacha his qilaman. Masalan, Eron yutsa ham unaqa xafa bo'lib qolmayman. O'zbekiston yutsa ham unaqa his tuyib ko'rmadim. Panjiron Pandironga aylanganda, yillar davomida Pandiron bo'lib ketgan. Uzoq vaqt ta'sirida J D ga o'zgargan. Arablarda P harfi yo'q. Ular agar bizning qishloq talaffuz qiladigan bo'lsa, Bandiron deydi. Chunki ularga B. Arablar talaffuzida ham mantiq bor. Bandiron. Bizning qishloqda ham dron mumkin emas. Men oziq-ovqat kollejida o'qiganman. Kollejimizda qandolatchilik, makaronchilik degan yo'nalishlar bor edi. Lekin men kompyuter injinering yo'nalishini tanlaganman. Chunki o'sha paytda kompyuter injinering yo'nalishi hamma joyda bor edi. Pet kollejda ham bor edi, Met kollejda ham bor edi. Hatto Tatuda ham bor edi. Biz kompyuter xonada o'qirdik. 30 ta kompyuter bor edi bitta xonada. Biz 29 kishi edik. Lekin har safar bir kishiga kompyuter yetmay qolardi. Birinchi kursni bitirgan paytimiz o'quv yilining oxirida 5 ta sichqoncha, 3 ta klaviatura yo'qoldi. Ikkinchi kursdan bizga sumka olib kelish taqiqlandi. Ikkinchi kursda 3 ta sichqoncha yo'qoldi, klaviatura yo'qolmadi. To'g'risini aytsam, rosa harakat qildim, klaviatura sig'madi cho'ntagimga. Kollejda o'qigan paytimda o'sha tomonlarda cherezdin degan tushuncha bor edi. Kollejga cherezdin borsangiz bo'ldi, ishingiz besh. Chunki eng ko'p so'ralanadigan narsa davomat. Meni bitta qiz bola kursdoshim bitta o'sha qizil diplom olgan. Ismini to'g'ri yoza olmasa ham. Chunki u kollej bilan bir devor qo'shni edi-da. Familiyasini eshitib uydan ham ha devor urardi. Dars 9 da boshlanadi. Darsi bor o'qituvchilar darsga kiradi. Darsi yo'q o'qituvchilardan navbatchi guruh tuzilib, o'quvchilar uyga yuboriladi. U guruhda bitta buxgalteriya o'qituvchimiz doim bo'lardi. Nimaga aynan uni aytayapman? U bechora uyma-uy kredit yig'ishdan charchab, bankdan bo'shab kollejga kelgan-da o'qituvchi. Men kollejda millatchilikni bir kichik ko'rinishga guvoh bo'lganman-da. Bizning kollej asosan atrofidagi 5 ta 6 ta qishloq maktab bitiruvchilar kelib o'qirdi. Va
davomat jurnal bo'yicha emas, qishloqlar kesimida qilinadi. Va uni direktor qiladi kirib. Qishloqlarni sanaydi. Toshqo'rg'on, G'alaba, Novqat, Pandiron. Pandiron desa, peshonamdan muzdek ter chiqib ketadi-da. Chunki biz 29 ta o'quvchi, 9 tasi Pandirondan-da. Hech kim bormaydi. Men 9 kishini ko'rmaganman hech qachon kollejda. Biza boradigan kunlar boshqa bolalar boradi. Direktor kirib davomat qilyapti-da, ikkita sinfdosh borganmiz, 2 kishi borganmiz. Kecha kelgansanmi degan paytda ham direktor sal kulib turuvdi-da. Yo'q dedi. Bizga qarab kela boshladi, orqadamiz. Xonadagi o'quvchilarga bitta kostyum shim kiygan bahaybat odam orqaga qarab yurib ketayotgandek ko'rinadi. U menga bitta boksyor kapshon kiyib olgan, ringga kelayotgandek ko'rinadi-da. Sekundda sherigimni urishni boshladi-da. Men endi qo'rquv bilan kutyapman, chunki hozir nechidir sekunddan keyin men yeyishim kerak o'sha zarbalarni. O'zi gruppoy tayoq yeganda navbatingizni kutish yomon-da. Yeyishingizni bilasiz. Kutishingiz kerak. Bunaqa vaziyatda eng yaxshisi birinchi tayoq yeb olish. Qulog'ingiz qizargan, yuzingiz qizargan, lekin xotirjamsiz. Bitta minusi bor. Sizni uradi-da, qolganlar qilmasin bunaqa bo'ldi. Direktor shunaqa urgandan keyin men universitetga borsam nima qilarkanman deb qo'rquvda qolib ketganman-da. Universitetga kirgan paytim birinchi qiladigan ishim Qashqadaryoda yana kim bor? Har qalay 2 kishi ekanmiz. 1 kishi uchun tayoq yeyish jalk emas. Men kutdim, dekan kirib viloyatlar kesimida davomat qilarmikin, yo'qmi? Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Dekan kirdi. Andijon, Samarqand, Surxondaryo, Pandiron. Qani 7 tasi, qani? Yo'q, biz tayoq yeyishimiz bu bilan to'xtab qolmadi kollejda. Biz o'zimiz ham loyiq edik. Chunki birinchi paraning oxiriga borib, ikkinchi paradan qochib kelardik-da. Bir kun soat 11 da kirib boryapmiz-da kollejga. Direktor turgan ekan, darvozan oldiga. Kirgan qo'ymadi, to'xtasanlar, urishni boshladi. Endi uryapti bizani. 4-etajdan men kursdoshlarim tomosha qilib o'tiribdi. O'qituvchi kirmagan ularga. Bularni haydayman dedi. Oldidagi o'qituvchiga aytdi, "Bu parta olib chiqdi"da. Ketdi u. O'sha hozir bizga dars berish kerak edi, buxgalteriya. U parta tashib yuribdi. Bolalar buxgalteriya darsida o'qituvchi Excel'ni ochib olib, Abbosni direktor necha chapaloq urganini hisoblab o'tirdi. O'shanda haydalmadim. Nimaga haydalmadim? Chunki sherigimning otasi direktorga 10 banka kraska bergan ekan. Meni shu darajaga yetishimga 10 banka polovoy kraskani ham hissasi bor. Hayotning tuhfasi bo'ldi-da men uchun bu. Ertaklarda bo'ladi-ku, ertaklarda. Ertaklarda tuhfa. Bitta birat ariq kavlaydi 10 metr, u podshoning qulog'iga yetib boradi. Barakalla azamat. Men seni mukofotlayman. U ham, men azamat emasman, men sardorman. Mayli, seni mukofotlayman. Senga mukofot sifatida qizimni beraman deydi. Qiz farzand ota-ona uchun tuhfa. Ertalarda rostdan ham tuhfa sifatida ishlatishadi. Podshoning qizlari ko'chaga qolgan. Shohim ertaga Susanbul shahzodasini tug'ilgan kuni ekan. Nima sovg'a qilamiz? Qizimni beraman. Bir boshqacha sovg'a beraylik. Qizim senga oddiy sovg'a bo'lib qoldimi?
Yo, o'tgan yili katta qizingizni beruvdingiz-da unga. Qizini oldiga kirib keladi podshoh. Vaziyatda ham farqi yo'qda. Qizini oldiga kirib keladi-da, "Seni erga beraman. Sen oila qurishing kerak. Mana tug'ilgan kuning yaqin, yoshing ham katta bo'lib qoldi. 18 ga kirasan 3 yildan keyin." "Yo, men karyera qilishim kerak, ayil solishim kerak." Mani gapim gap. Men red flagman. Podshoh qizidan bu gapni kutmagan, yuragi changallab qoladi, asabiy bo'lib, ingliz tilini bilmaganiga. Podshoh jahli bilan o'ynash bo'lmaydi. "Sani" deydi, "hozir eshikdan birinchi kelgan odamga uzatib yuboraman" deydi. Ana eshik o'lgur darrov taqillaydi-da. Bakovul gapiradi. "Shohim, Susanbillik kuyovingiz keldi. 40 kecha 40 kunduz to'y." Agar o'sha paytlarda 40 kecha 40 kunduz to'y bo'lgan bo'lsa, bitta to'yxona maksimum 1 yilda 9 ta to'y o'tkazganda, to'g'rimi? kecha 40 kunduz to'y. Biz ertaklar o'g'rilik yomonligini o'rgatadi. Yolg'on so'zlash yomonligini o'rgatadi. Lekin isrofgarchilikni emas. Uni Afrika xalq ertaklaridan o'rganinglar. Natijasi ham bor. O'sha paytlarda 40 kecha to'y bo'lgan bo'lsa, bir-biridan xafa bo'lish ham boshqa bo'lgan bo'lsa kerak, a? Jamshid Azamat uylanyapti ekan. Desa, u Azamat emas, u Sardor u. Uylanyapti ekan, to'yga borasanmi? Bormayman. Nimaga? U men to'yimga kelmagan. Borgandi-ku. 23 kunga kelgan, 17 kunga kelmagan. Ha, mayli sen boraver. Mayli, necha kun qilyapti ekan? 15 kun. Pas. Qirq kecha 40 kunduz to'y. Uylandi va qo'shni qirollikka ishlashga ketdi. Qo'shni qirollikda qirolning qiziga uylandi. Va yana qo'shni qirollikka ishga ketdi. Maqollarga e'tirozim bor. Bitta maqol bor. O'g'ri bo'l, insofli bo'l. Shuni o'g'ri ham bo'lma, insofsiz ham bo'lma desa bo'lmaydimi? Dada, men bugundan boshlab insofli bo'lmoqchiman. O'g'lim qo'y, mahallada o'g'rilar yetadi o'zi. Demak, insofga ko'ra o'g'rilarni turga ajratsa bo'ladi, 2 turga. Insofli o'g'rilar, hokimlar. Hazillashdim. Zam hokimlar. Bitta aka Instagramda aytayapti. Endi siz pullaringizni yashirmoqchi bo'lsangiz, xavfsiz joyga qo'ymoqchi bo'lsangiz, kitoblar orasiga yashiring deydi. O'g'rilar ko'rmaydi u videoni. Tasavvur qilinglar, uyga kirgan o'g'rilar seyfni o'mardi, shkafdan qimmatbaho zanjirlarni o'mardi. Chiqib ketayotgan payt uy egasini shaxsiy kutubxonasini ko'rib qoldi. To'xtang, bu yoqqa kirmasak bo'lmaydi. Bo'ldi, ikkitang bor, men qarab turaman. Kirib ketadi. 2 soatda ham chiqmaydi. Bular nima qilyapti ekan deb kirsa, kitoblarni yoyib olib, o'rtaga mikrofon qo'yib, naushnik taqib, Zaynab nohaq edi desa, ikkinchisi da. Yo, ana aka qaysi miya bilan Instagramga qo'ygan videoni? Hamma o'g'ri Instagramda-ku. Instagramning o'zi eng katta o'g'ri. Meni doim vaqtimni o'g'irlaydi. Universitetda o'qigan paytim 1-kursda yotoqxonada turardik. Yotoqxonada bitta life hack o'ylab topgandik biz.
obedgacha uxlash. Yakshanba kunlari obedgacha uxlaymiz. Bu xarajatlarimizni maksimal darajada kamaytiradi. Bir kun ertalab uyg'otyapti bitta xonadoshim. Abbos tur. Soatga qaradim, 9. Provokatsiya qilma. Non kam o'zi. Yo'q dedi. Amri ma'ruf bor dedi. Bitta yaqin bir qarindoshimizni otasi o'tib qolgan, shu ehson oshi bo'layotgan ekan, bormasak bo'lmaydi. Men senga taksi pulini ham to'layman, tekin ovqat degan paytda men o'zi kiyinib bo'ldim. Bordik. Katta to'yxona, hashamatli restoran, odamlar, gavjum, mehmonlar, ikkita yosh bola, 19 yosh paytimiz. Yosh bola ikkalamiz kirib ketamiz. Men u joyga maksimal darajada osh tashib kira olaman-da. Lekin kirdik, o'tirdik. Atrofimizda hammasi yosh katta odamlar. Qo'rqib turibman, kimdir yelkamdan tutib, osh tashinglar dedi. Imom ma'ruza qilyapti, men dasturxonga qarayapman. Hamma sipo o'tiribdi-da. Men dasturxonda ko'zim. Endi dasturxon alohida tema. Piyola qo'yishga joy yo'q-da. Buncha dabdaba anolar otaxonni o'lganiga xursandmi, xafami? Shu bozorlikda o'sha qarindoshlar qilganda, to'g'rimi? Banan olish qanaqa ko'ngliga sig'di ularning? Hashamat, dabdaba. Men birinchi qo'rqib qoldim. Samarqanddagi to'yda o'tirmayapmanmi? Bundoq qarasam, yo'q, qaltiramayapti odam. Normalniy. Shu joyda aytib ketay, mana Samarqandga mabodo to'yga borsanglar, to'yxonada ana elektr simlardan hushyor bo'linglar. Mabodo to'y ko'rsa hech kim qutqarmaydi sizlarni. Siz qaltirayapsiz, ana doirachiga bo'la. O, zo'r o'ynaganmi? Bo'ldi, ma'ruzaga qaytamiz. Ma'ruza tugadi, imom dasturxonga ruxsat dasturxonni ochib berdi. Atrofimda sipo bo'lib o'tirgan odamlar qo'li mamnaqasiga ishlay boshladi. Ular aniq ma'ruza payti birinchi buni yeyman, ikkinchi buni yeyman deb hisoblayapti. Mana maksimal harakat qilyapman-da. Ko'rmagan qimmat narsalardan yeganman-da. Ana ahmoq xonadoshim novot choy ichib o'tirdi. Shunaqa tez yedim, to'ydim-da. Ketarmikin biz deb tursam, osh keldi. Oshni qazisi bor ekan-da. Yani xonadoshga bu qazini qoldirish jalki. Majbur 4-5 qoshiq osh yedim, qaziga yetib olish uchun. Keyin turish kerak ekan, osh tez yeb turish kerak ekan. Chunki ikkinchi patok mehmonlar kelar ekan. Men tushunmay qoldim. Ular nima gunoh qildi? Biza bananni yeb qo'ygan dasturxonga o'tiradi. Bu haqiqiy adolatsizlik. Platforma filmining o'zbekcha versiyasi. Men Intro-TVda ishlaganman. Feruz Muhammad.
Bitta mikrofon beringlar-da. Bitta mikrofon beringlar. Rahmat. Butun dunyo olimlari yig'lagan odamni tezroq ovutish ilinjida harakat qilayotgan bo'lsa, biz qanday tez yig'latish haqida bosh qotirardik. Ya, o'zi yig'lardi. Shunaqa aktrisalar kelardi. Shu savol bergandan yig'laydi-da. Shunaqa yig'laydi, prosmotrim oshadi. Rejissor aytganda yig'la, gonoraring oshadi. Men Intuitivda universal xodim bo'lganman, tan oladilar. Lekin ishdan haydalishimga savol tuzishim sabab bo'lgan. Bitta shablon savol bor-da, agar siz xonanda bo'lganingizda qanaqa kasb vakili bo'lardingiz degan. Men mehmonning hayotini o'rgandim va o'zgartirdim savolni. Agar siz qanday diabet bo'lmaganingizda qanaqa kasal bo'lardingiz? Bu savol yoqmadi mehmonga. Buni Feruz akamni peshonasidagi chandiqdan bilib olsanglar ham bo'ladi. YouTube loyiha bilan yashash qiyin O'zbekistonda. Ayniqsa shu oldin monetizatsiyadan pul berardi, keyin urush bo'lib ketdi, kamayib ketdi. Biz faqat reklamalardan kun kechirardik. Reklama yo'q kunlarni kechirmasdik. Biz qaysidir vaziyatlarda bizga maqtovmi, negativmi bilolmay qolardik-da, mana bunaqa izoh yozishardi. Intervyularingiz chotki. Bitta yosh xonandadan intervyu olyaptilar-da. Men qaysidir savol javobidan ko'nglim to'lmasa, kamera orqasidan qo'shiladigan odatim bor edi. Bu ham bir sabab ketishimga. Xonanda, yosh xonanda qiyinchilik paytlari haqida gapirib beryapti. Taxminan bir 2023-yildan gapiryapti-da. Pulimiz yo'q edi. Biz ukam bilan menga onam bitta sneakersni bo'lib berardilar. Butun ishga pulimiz bo'lmagan. Keyin men qo'shildim. Qarangda, bu katta sneakersmi, kichkina sneakersmi? Kattasi deydi. Onasiga maksimum oson bo'lganda pichoq qidirmagan. U ikkita alohida bo'ladi-ku. Katta. To'xtang dedim. Sizlar ikkalalaringiz yedinglar, ikkita bo'laydi. Onalaringizga bermadinglarmi? Onamning qandli diabeti bor. Onangiz qandli diabet bo'lmaganda qanaqa kasal bo'lardi? Uskviz haqida eshitganlar bormi? Uskviz bor, ko'ngil ochar, intellektual o'yin, har hafta bo'ladi. Kafeda bo'ladi-da u. Kafeda bo'ladi. Ovqat zakaz qilib o'ynaverasiz. Jamoada shunaqa o'yinchilar bo'ladi. Ularni jamoaga tegadigan foydasidan kafega tegadigan foydasi kattaroq. Tugagan paytda katta ekranlarda hamma o'sha qatnashgan jamoalar reyting e'lon qilinadi. Kim yutdi, kim yutqazdi. Bir 4 ta 5 ta jamoa bor. Har safar pastda bo'ladi-da. Menimcha ular jamoasi bilan bir haftada bir ovqatlanishi kerak. Test raundi bor. Wow, test raundi. 4 ta javob bor-da, shuni tanlash kerak. Hamma bittadan tanlab oladi. Talashib ham o'tirmaydi. Qaysi variant bo'sh? C, bo'ldi, C meniki. Javob chiqadi, C chiqadi-ku. Dunyoni ostin-ustun qiladi.
Men ko'rgan edim, men o'qigan edim, YouTube'da ko'ruvdim, 6 yosh paytim dadam aytuvdilar. Himoya qilish kerak edi. Men variantimni advokat emasman. Men jamoada javoblarni yozish bilan shug'ullanaman. Chunki agar javob bilan yozib turmasam, bir haftada bir ovqatlanishga borayotgan bilim qoladi. Kino raundi bor, kino raundi. Va kino raundi juda boshqacha. Bizning jamoada kinomanlar borda, bahs bo'lib ketadi. Bu audio parcha qaysi kinodan deydi? Rus tilida kino ko'radigan odam sapchib turadi. DiCaprio o'ynagan, nachala. Ingliz tilida ko'radigan turadi. Bu Nolanning kinosi, bu Inception. Bir o'rtada asl mediadan ko'radigani bor. Muqaddima. Men uni May 5 dan ko'rganman, ibtido. Bu qaysi film soundtracki deydi. Qulog'im taya baqirish boshlaydi. Topgan Maverick. Ha, topgan Maverick bo'lsa, topmagan bir bog' piyoz. Ha, bo'ldi. Men o'tgan yil prava oldim. Bu hozir вообще boshqa urovень ekan. Aytsan 8 oldim desa, odamlar ensasini qotiryapti. 8. Prava oldim desam, "Wow! Ayt 8imga almashasanmi?" Prava imtihoniga kirganman, topshirib chiqdim, pasportimni bersam, nazoratchi yozyapti, bir pasportga qaraydi, bir menga qaraydi. Oradan endi pasportda rasm tushganimda 7-8 yil bo'lgan. Oshpazmisan deydi. Jahlim chiqib ketdi, pasport qo'ldan tortib olib, menga Toshkent yoqadi dedim. Men hozirgi paytda nashriyotda ishlayman. Nashriyotda har xil kitobxonlar tomonidan har xil savollar beriladi. Mashhur kitoblar bor. Masalan, Harry Potter, Uzuklar hukmdori, shularning ta'sirida har xil kinolarning kitobini so'rashadi. Yaqinda bitta Sevginator kitobini so'rayapti. Sevginator, nimani o'qimoqchi? Mayli, u yo'q degim kelmadi-da. Audio kitob eshita olasizmi? Ha? YouTubedan kinoni audiosini sketch qilib tashlab yubordim. Bitta muallif telefon qilyapti. Nimaga kitobga meni familiyamni xato yozdinglar? Agzamov edi familiyam. Azamov deb yozibsizlar. Nimaga buzdinglar familiyamni? Sizni familiyangiz 70 yil oldin buzib bo'lgan. Biz to'g'riladik, dedim ichimda. Telefonni o'chirgandan keyin. Shunaqa xatolar bor. Kimdir yo'l qo'yadigan xatolar bor. U ulug'lanadi, bilasizlarmi? Bu metrga yozadigan FXDyodagi. Ana bitta harf almashtirib yozib yoradi. Ana bola butun umr shu xato bilan yashab o'tadi. Meni bir amakim nevarali bo'lganda familiyasini, o'sha chaqaloq familiyasini xato yozishgan. Keyin amakivachcham ikkinchi marta farzandli bo'lganda metrkasiga ana xato familiyani yozdirdi. Ikkovi bir xil bo'lsin, bu aka-uka. Amakim jahli chiqdi. Hujjatlar bir xil bo'lish kerak. Olib chiq hammasini deb borib pasport stolga o'zini ismini familiyaga moslab keldi. Ko'p oilalarda ismlar qofiya bilan qo'yiladi, bilasizmi? Qofiya, ohang, Jamol, Kamol, Sherzod, Bekzod. Bizda ham, bizning oilada ham shunaqa bo'lgan. Biz 4 o'g'ilmiz.
Dadam bilan katta akamning ismi shunaqa. Rashid Xurshid. Kichkina akam bilan ukamniki shunaqa. Rustam Aktam. Men bir o'zim Abbos. Yo'q. Rosa o'ylaganman, qani meni sherigim? Men ahmoq faqat odamlar orasidan qidiribman-da. Odamlar orasidan qidirma dedi. Barbos degan kuchugim. Ismlar. Bizga odamlar xohish, niyat, armon, voqea, hodisa hamma narsani ismladi beraverishgan-a. Yo'lda tug'ilsa yo'lchi, to'yda tug'ilsa to'ychi. Ana elchi degan ism qayerda tug'ilgan u? Yo otasi katta bo'lsa ambassador bo'ladi deganmi? Ma'mur qo'yadi, u administrator bo'ladi. 70voy degan ism bor. Maksimal uyaltiradi odamni. Sen tug'ilganingda otang 70 yoshda bo'lganda? Yo'q, otam 68 yoshda olamdan o'tgan. Nimaga 70 voy? Qashqadaryodanmisan? Otang necha yoshda tug'ilganingda? Otam 65 yoshda edi, onam 70 da edi. Otam red flag edi, o'zidan kattaga uylangan. Ba'zi ismlar bor, o'zidan ko'ra atrofdagilarga noqulaylik tug'diradi. Meni Otajon degan sinfdoshim bor edi. Har safar familiyasi bilan chaqirishga harakat qilardim. Istalgan payt ha o'g'lim deb yuborish mumkin. Familiyasi ham havas qiladigan familiya emas, Bobojonov. Otasi tashlab ketgan sinfdoshim bor edi. Doim o'shani so'kib yurardi. Otajon bu yoqqa chiqqan. Bizi sinf bitta qoidasi bo'lgan. U qoida u haqida hech kimga aytmaslik. Men 7-sinfda bilganman. 7-sinfda. Men oddiy sinfda o'qimagan, men jang klubida o'qirganman. Sizlar sinfda ham darsdan keyin UFC kechalari tashkillashtirilgan. Hamma biladi-da vazifasini, hamma biladi. O'sha bo'ladigan kuni dars payti Shohjahon taroz olib kelib face to face qilishni boshlaydi. Kimdir PR-ni qiladi. Ammo uyga ketardim har safar. Bir kun qoldim, ha, nima bo'lar ekan deb. 6-soat tugadi, Shohjahon turdida, qizlar chiqib ketsin, o'g'il bolalar qolsin, ishimiz bor. Chiqib ketdi, Shahzod bor dedi, eshikni qulfladi. Men vaziyat jiddiyligini qachon bildim? Shahzod eshikni qulflab kaltni yutib yubordi-da. Shohjahon borib Shahzod bir chapaloq urdi. Sarinoz chiqib ketmadi-ku hali. Xo'p, Shohjahon fikr qilyapti endi. Mayli. Buguncha so'kinmay urishamiz. Bir qarasam, sinf 2ga bo'linib olgan, joy ochishgan, partalarni olib tashlab, sekundant bo'lgan hali sochiq bilan yelpiyapti. Sochiqni qayerdan topdi? Ana urushgani yo'q, terlayapti. Ikkalasi chiqib keldi. Face to face turibdi-da, stoykada turibdi. Boshladisa, u birinchi ursin deydi. Nargisiga boshladisa, yo'q, bu birinchi ursin deydi. Jang bo'lish bo'lmasligi ehtimolligi kamayib ketyapti. Shohjahon tashkilotchi, jang bo'lishi kerak, translyatsiyani sotgan. Davron Fayziyev sharhlayapti.
provokatsiya qilishni boshladi. Kecha sen onangdan so'kdi shu. Urmaysanmi? Yo'q. Bu sani singling bilan gaplashib yuradi. Urmaysanmi? Ha, bo'lajak kuyovmagan-ku, nima uraman? Qara, bu kecha sani yig'ib yurgan barg pullaring o'tmaydi dedi. Karzinkaga hammi? Ha, 100 so'm. Yo'q, yaxshi bo'ldi, urush bo'ldi. Chunki stavkam o'tdi. Bu jang paradoksal yakunlandi-da. Chunki G'olibjon mag'lub bo'ldi. Jang tugagan, hamma nimadir ishlar qilyapti-da, eshik taqillayapti. Gurs. Hamma birdan qaradi. Sho'xojon ham qarayapti, G'olibjon ham qaradi, Sarvinoz ham qaradi. Davron Fayziyev ham qaradi. Shahzod qornida kalit ham qaradi. Kutib o'tirmadi, eshik tars deb urilib ochildi-da, direktor kirib kelyapti. "Nima qilyapsanlar?" deb urishni boshladi. Urar ekansan, so'rab nima qilasan? Shunaqa uryapti. Sho'xoxonni bir rup partan tayetib qo'yardi. Partan bir rup Sho'xoxonni tayetib qo'yardi. Hammani urib kelyapti. Menga kelib, "To'xt. Sani oldingi janglarda ko'rmaganman?" Erkakka o'xshab qo'shilib yursang bo'lmaydimi? Sarvinozni qara. Shahzodni shunaqa urdi, kalit chiqib keldi. Qayerdan chiqib kelganini aytaymi? Baribir bugungi o'sha kun G'olibjon uchun juda ham og'ir o'tdi. Chunki u jangda ham kuchukdek tayoq edi. Keyin direktordan edi. Yo, kimga yoqadi bir kunning o'zida ham otasidan ham bolasidan tayoq yeyish. Men juda ham tortinchoqman. Buncha zalda odamni ko'rib, qaytib chiqishga xijolat bo'lib sahnada qolib ketdim. Ozgina bee'tibor bo'lib tursanglar, men chiqib ketaman. Hammaga rahmat.